Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Azizlar, bugungi videomiz ayollar uchun bo'ladi. Azizlar, Ko'chkakdagi Bogatet tikuvchilik sexiga tikuvchilikka qo'li o'ng opa-singillarimizni ishga taklif qilamiz. Mana ko'rganlaringdek, hozirda 40 ta 50 ta ayollar ishlayapti. Yana ish joylari bor. Qiziqqanlar, bekor yurganlar bo'lsa, kelib ishga joylashishlaring mumkin, do'stlar. Obyetlari bor. Bilmaydiganlar bo'lsa, o'zlari o'rgatadilar. O'rgatish albatta bepul. Ko'rganlaringdek, mana ayollar ishlashyapti. Oyliklariga keladigan bo'lsak, oyliklari mana shu qiladigan ishlaringizni hajmiga qarab oylik chiqadi. Albatta, tobora mahoratingiz oshib, ishni ko'rsatganingiz sari rag'batlantirishlar ham bo'ladi albatta. Mana o'zlaring ko'ringlar, kelinglar. Telefon raqamlari bor, albatta. Kelib ayollar bilan maslahatlashinglar, qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yo'q, charchash yo'q. Keling. Nima tikyapsiz o'zi? Men ribana tikyapman. Hammani vazifasi har xilmi bu yerda? Ha, albatta, hammani vazifasi har xil. Men ribana tikaman, yonimdagilar ribanani ulashadi. Kimdir futbolkani oldi bostiruv qilishadi. Kimdir yeng ulaydi, kimdir yonini yopadi. Hammani o'ziga yarasha vazifasi bor. Hozir chevarlarni, yosh qizlarni, opa-singillarimizni ishga taklif qilyapmiz. Sharoitlar qanday bo'ladi? Sharoitlar yaxshi. Hamma sharoitlar bor. Ayol kishiga mo'ljallangan. Hamma sharoitlar bor. Bizda oyliklari vaqtida berishadi. Ob-ovqatlari ham hammasi yaxshi joyda. Xullas, kelishsin, mana ishlashsin, ish o'rgatamiz. Mana qiziqishi borlar kelishsin. Qo'ldan kelguncha ishlashadi. Qancha qo'llaringiz shuncha o'ng bo'lsa, xudo xolasa rag'batlantirishlar bor. Qizlarni, ayollarimizni ishga taklif qilamiz. Kelinglar. Manzil Ko'chkakda, Jamoat Hamroboyev Ko'chkak qishlog'ida. Qo'shni qishloqlardan keladiganlar bo'lsa ham marhamat, farqi yo'q. Konibodom shahrining qaysi qishlog'idan keladiganlar bo'lsa, umuman farqi yo'q. Bemalol kelib ishlashlaring mumkin. Ayollar uchun mana shunday sharoitlar bor. Hozirda obedlarni gapirdik, obedlari, issiq ovqatlari bor. Ayollar ishlashyapti. Mana shunday ish o'rinlari yaratilyapti bugungi kunda. Xo'p, nima ham deymiz? Kelasizlar, ishni boshlaysizlar. Sog' bo'linglar.